Maktabga bir kun bormay qolsam, doim men kutgan narsa bo'lib o'tib ketib qolardi. Shunda ertalabda kirardim, ertasi kuni. Bilasan kecha nima bo'ldi? Nima bo'ldi desa, aytmay qo'yaylik qo'y, siqilib qolasan dedi. Nima bo'ldi desa, kecha bufetlar tekinga ovqat tarqatdi. Hamma narsani tekinga berishdi. Kirib xohlaganinglarni olinglar deyishdi. Nazorat ishidan 5 qo'ydi ustoz, 5. Bilasanmi? Nimaga qo'ydi bilasanmi? Prosta bizni yaxshi ko'rib ketgani uchun hech kimdan test olmasdan 5 qo'yib yubordi. Eng qizig'i jismoniy tarbiyada bilasanmi? Ronaldo bilan Zidan keldi kecha. Zidan chista trenerlik qilib turdi, Ronaldo biz bilan birga o'ynadi. Bitta butsasini padarka ham qildi. Tadbir oldi undan keyin. Ishonmaysan, tadbir bo'ldi. Tadbirda 50 Cent bilan Timothy chiqdi. Hayron qolasiz. Oxirida Jackie Chan chiqib seni so'radi. Nima meni so'raydi? Senga atab qo'ygan sovg'asi bor ekan, mayli endi orib qopti, bugun kelmabdi deb ketdi. 2 soatdan javob berib berdi uyga deydi-yu.